Hurmatli obunachilar, bugun Buxoro shahri Fayzobod masjidi atrofidan yonidan 7 qavatli liftli domning ikkinchi qavatdan 2 xonali kvartirani ko'rsatib o'tamiz. Katta yo'l, bir qadam mana ko'rib turibsizlar. Mana bunaqa o'zini parkovkalarga ega bo'lgan chiroyli domchamiz. Katta ariq bo'yida domimiz joylashgan. Hozir kvartiramizning videozorini ko'rsatib o'tamiz, oxirida ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Biz bilan birga qoling. Liftlar ishlab turibdi aytgan domimiz, qadrli obunachilar. Kiraverishda kvartiramiz ko'rinishi, koridor qismi kattagina, zal qismi, spalnyasi, oshxonasi, sanuzli. Zaldan boshlab ko'rsatib o'tamiz. To'liq anatomiya namoylar bilan ta'mirlangan, eshiklari zamonaviy MDF eshiklardan. Kiraverishdagi zalimiz ko'rinishi, kattagina zalimiz, uzunligi 7, eniga 380. Uyimiz balandligi 3.10, patolog gird atrofi gipsakarton qilingan, o'rtasida natijali qilingan. High-tech lyustralar, pod zakaz, elitni pardalar, oyoq taglari to'liq qilib bo'rilgan, batareyalar qo'yilgan. Domimiz katta yo'lga qaragan. Keyingi xonasi, ya'ni yotoqxonasi, spalnya qismi. Patolog natijali bu yerda ham lyustralar, pardalar. Chiroyli ta'mirdan chiqqan bu xonamiz ham. Mana bu sanuzul qismi. Sanuzul akkuratni tarzda kafelar bilan ta'mirlab qo'yilgan, unitaz va rakvinlar yangi qo'yilgan, hali birontasi ishlatilmagan. Unitaz Koko firmaniga o'rnatilgan. Arizon uchun turba chiqarib qo'yilgan. Ayollarimizga yoqadigan qismi esa oshxona qismi. Abadot kafel qilib bo'rilgan, duxot trikatlar o'rnatilgan, gaz-shochlar elektronli, pardalar, jalyuzi bu yerda. Mana shu 2 xonalik ikkinchi qavatda joylashgan kvartiramiz kimga ma'qul kelgan bo'lsa, pastdan nomerni qoldirib o'tamiz. Manzil Buxoro shahar Fayzobod masjidi yonida. Narxi deyilyapti, ya'ni ozroq summada kelishiladi. 7 qavatli liftli domning ikkinchi qavati 2 xonali kvartira. Kelinglar, ko'ringlar, chiroyli kvartiramiz egasiga aylaninglar. Barakotli kvartiramiz. Kimga mana shunaqa xonadonlar qiziq bo'lsa, Instagram va Telegram kanallarimizdan uylarni ko'rib, bemalol ko'plab xonadonlar egasiga aylanishingiz mumkin.